Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu safar tabiiy sasna yog'ochdan 2 teshik, 2 dona rom tayyorlab berganmiz. Xo'p, bu zakazlarimiz o'zimiz Andijonda Oltinko'lga qo'yib berdik, Ulug'bek akamizning xonadoniga. Akamiz ham o'zim YouTube kanalimdan kuzatib borar ekan, ko'rib yog'och ishga boz ekan, shunaqa zakaz berdi. Xudo xolasa mana o'zi tanlagan fasonda razmerlarda tayyorlab berdik. Hop, razmerlari keladigan bo'lsak, derazamiz eni 1.35 ga, bo'yi 1.70. Eshigimiz eni 1.15 ga, bo'yi 2.40. 2 teshik, 2 saromimiz razmeri bir xil. Uyga kirish o'ng bo'lishi uchun zambogini o'ngga chapga moslab berdik. Buni o'zimiz borib o'lchaganmiz. Xudo xolasa mana tayyor bo'ldi. Ustonovkalarni ham inshaalloh qilib beramiz. Hop, bularimizni tabiiy sasna yog'ochdan qilib berganmiz. Ranglarini karishmay qilib, lakini glansiy qilib sepib berganmiz. Hop, akamiz menga pastini gulli oyna qilib bering dedi. Odam ko'rinmaydigan qilib bir xilda bo'lsin dedi. Tepalarini oq yoritish uchun oq siyda oyna hisob berganmiz. Hop, bularimizni razmerlariga, figurasiga ahamiyat berdik. Menga dedi unaqa figura kerak emas, skromniy fasonda bo'lsin dedi. Mana chiroyli holatda qilib berdik. Hop, bularimizni ustonovkadan keyin bir syomkadan qilib tushuntirib boramiz. Hozir bularimizni razmerlari zo'r chiqqani uchun uyg'unlashtirdik. Eshigimizni tepadagi ko'z mana pramugasi deydi. Romimizni ham pramus. Odatda bular bir xil bo'lmaydi. Akamiz razmeri sal bo'limini ko'rildi, uyg'unlashtirib, hozir ustonovka qilganimizda romimizni, eshigimizni pramu karnizlari bo'yi bir xil balandlikda o'tadi. O'rnatilganda liniyasi bir xil holatda chiqib juda chiroyli bo'ladi. Pasti ham bir xilda gulyoniy bo'ladi, tepasi ham bir xilda sidon. Umuman haligi bir-biriga uyg'unlashgan holda razmerlari ham, oynalari ham komplekt holatda chiroyli bo'lyapti. Uni ustonovkadan keyin xudo xolasa syomkasini ham qo'yaman, ko'rib borsanglar. Juda skromniy, tekis chiroyli chiqadi inshaalloh. Hop, yog'ochlarimizni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, imkon qadar putag'ini kam holatda qilib qo'yib berdik. Juda tiniq chiroyli qilib, ranglari ham nabishni o'zi xohlagandek karishni zo'r svetga qilib sepib berganmiz. Bu hozir ustonada turgani uchun ozgina chang, hozir artib tozalasa, bundan ham yaltirab, duosi chiroyli bo'ladi. Hop, endi qo'shimcha qilingan ishlari, hop, oynagimiz gulli qilib, qurum maxlamasdan chekalagi germetga qo'yib, afsal qilib mana. Har bitta ko'zlarini bitta-bittadan germetikada ochib yopganda, yurganda taraqlanmasligi uchun chiroyli holatda germetikada qilib berganmiz. Eshigimiz skromniy chiroyli turishi uchun tepasiga o'ziga yarashadigan qilib, karnizlar qilib chiroyli holatda qilib berganmiz. Bunday aytganda, bularda nalishnigi, lipka ashifkasi o'zi bilan. Bu o'rnatilganda juda chiroyli skromniy o'ziga hasham beradi. Ustonovkadan keyin ko'rasizlar. Qilib beramiz. Dollar syomkalarni qo'yib boramiz. Zamogimizni eshikda o'ziga yarashadigan qilib, skromniy holatda millionimizni chiroyli zamoglarni qo'yib berganmiz. Xo'p, bularda ham endi xudo xolasa narxini ustonovkadan keyin hamma ma'lumotlarni tushuntirib, inshaalloh narxlarni ham qo'yamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida, shu o'zimiz katta sexda yasaymiz. Mana olib borganda o'zimiz to'shaklarga o'rab, eshiklarimiz, romlarimiz shilinib, qirilmasligi uchun o'zimiz olib borib, ustonovkalarni qilib beramiz. 99 607 69 00 da nomerimiz, aloqa chiqarasiz. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Ob'yomlarga qarab, eshiklarni osyoplarga qarab, vodiy bo'ylab MDF yog'och hammasini shunaqa spesial zakaz qilib, chiroyli holatda qilib bera olamiz. Razmerlarni berasizlar, hisob-kitob qilib beraman. Yoqqan fasonlarga ranglarini, fasonlarini tanlasanglar, narxini kelishamiz. Keyin borib o'zimiz o'lchab, xudo xolasa ustonovka qilib, hamma yo'g'ini telefonda gaplasha olamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishda, kuzatishda davom etsanglar, hali MDFdan yog'ochimizda yana turli-tuman ajoyib eshik romlarimiz bor. Ular ham tayyor bo'lyapti. Birin-ketin xudo xolasa qo'yib boramiz. Romlarimizga ham osha-mosha zaverkalar qo'yilgan, ochiladigan joylari bor. Xudo xolasa imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Kamchiligiga rozi bo'lasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.